Assalomu alaykum Uzrep yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Bedboy yana bir bor murojaat qildi. Minorga qarata disk haqida ma'lumot berib o'tdi. Minor ham jim o'tirgani yo'q, Telegram kanaliga yozib qoldirdi o'zini fikrini va Uzbomdan partiyalar bo'lgan shu haqida ma'lumot beramiz. Massadan partiyalar bo'ldi, shu haqida vystуплениялар bo'ldi va Morxdan yangilik bo'ladi. Qani ketdik, podpiska bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Siz blogerlik sohasiga qiziqasizmi? Qiziqadiganlar uchun Vegeta YouTube kanalini tavsiya etamiz. Ushbu kanalga siz YouTubedan pul ishlash, Instagramda tekin podpischik ko'paytirish, video montaj qilish va shunga o'xshash ko'p mavzularda videolar tomosha qilishingiz mumkin. Kanal manzili описаниеda bo'ladi. Bedboy kuni kecha Telegram описание kanalida video qoldirdi. Disk temasi bo'yicha juda ko'p kommentariyalar, juda ko'p обсуждениялар bo'lgandan keyin qani ketdik, tomosha qilamiz va kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Hey, gruppada nimalar bo'lyapti? Ani Satanni fanatlari vashi aslida meni fanatim ekan ular. Shuncha vaqtdan beri kuzatyotgan ekan. Xullas, fanatlari eshitlaring. Disk chiqadi. Bu tepada tashalgan video 34 sekundlik, bu prosta jonli ijro o'qilgan. Prosta dengizdan bir tomchi deydi buni. Kelgan buni ma'nosini tushunib olishga sizlarning aqllaring yetmaydi. Sababi sizlar ani qo'yga o'xshaysanlar-da. Qo'y ko'zini yumsa, oldingi zavsh o'chib ketar ekan. Sizlar ham xuddi shunaqasizlar bilan. Bedboy shuncha disk video qilganidan keyin, bu murojaatlaridan keyin Minor ham jim o'tirgani yo'q, Instagramda hech qanaqa reaksiya qilgani yo'q, lekin Telegram описание kanalida yozib qoldirgan. Kechani kecha demasdan, kunduzni kunduz demasdan, abedga hech narsa yemasdan 3 oy qilgan harakating shumi? Bitta savol mana emas, ko'pchilikni o'ylantiryapti. Nima bu? Yiqib qo'ydingmi degan. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Keyingi yangiligimiz Morx bilan Uzmirdan bo'ladi. Juda ko'p muxlislari ham kommentariyada yozib turishadi. Iltimos siz ham kommentariyada yozib turing. Ular ham video qoldirgan yangi treklar bo'yicha. Qani ketdik, videolarni tomosha qilamiz. Salomat bo'lib yuribmiz, jahlimiz chiqib uribmiz. Qo'l ko'tarmadik oilamizga, biz dadil qadam bosib turibmiz. Qancha bersalar xonamiz biz. Tak, premyera kerakmi? Premyera bor, faqat oxirgi post yaxshilab aktiv ko'rsatib olsalaring, sizlardan shu yordam bo'lardi, xursand bo'lardim. Odamga o'xshab поддержка qilsalaring, to есть. Komment, like, oxirgi post. Va so'nggi yangiligimiz Massadan. Massa haqida men oldin konsertlarga vystупат qilgani haqida eshitmaganman yoki videolarni ham ko'rmaganman, balki oldin vystупат qilgandir. Lekin bu videomiz shu haqida bo'ladi. Qaysidir tadbir yoki qaysidir partiya bo'lganmi, qayerdadir, lekin vystупат qilgan. Oldindan o'zi so'rab qolaman, Massani o'zi официальный video taqdim qilgani-yu, istoriyasiga qo'ygan ekan, отметка qilib qo'yganlardi. Kolonkani oldida bo'lgani uchun sal ovozi xiraroq bo'lgan. Qani ketdik, tomosha qilamiz.
chunki men nobudman, chunki men sensizman. Sevgida yashagan, yuragimni g'ashlagan, hasratimni qarzi, sevgimizni farzmi lelam, mani lelam, seni deb beruniydiman lelam, mani lelam. Muzikani balandroq qo'ying bo'ldi. Yo'qotdimi?